Assalomu alaykum aziz onajonlar. Bugungi videomiz ko'krakdagi sutni uy sharoitida ikkita oddiy mahsulot bilan qaytarishni o'rganamiz inshaalloh. Keling, bu usul bilan siz qanday muammolardan xalos bo'lishingiz mumkinligi haqida gapirsam, birinchi ko'krak tosh bo'lib qotib ketgan bo'lsa, ya'ni ko'krakka sut to'lgandan keyin u qotishni boshlaydi. Uni mahkam bog'lab olsangiz, og'riq kuchayadi va isitma berishi ham mumkin. Ko'krak sutga to'lib shishib ham ketadi kimdadir. Endi bu usul bilan siz ko'krakni 3 mahal aylanma harakatlar bilan masaj qilasiz. Ko'krakdagi sut o'zi oqib chiqib ketadi. Ko'krakni bog'lash shart emas. Ko'krakdagi sutni sog'ish shart emas. Hozir men mana shu usulga qanday mahsulotlar ketishi haqida ham gapirib o'taman. Bu usuldan foydalanish kimlar uchun? Bolasi ma'lum yoshga yetganda ko'krakdan bolasini ayirmoqchi bo'lgan onalar uchun va emzikli bolasi bilan homilador bo'lib, bolasini majbur sutdan ayirmoqchi bo'lgan homilador onajonlarimiz uchun bu usulimiz mos keladi. Bu usul inshaalloh zarar qilmaydi homilaga, ya'ni biz tashqi ta'sir orqali ko'krakdagi sutni chiqarib tashlaymiz va bola emmasa, ko'krakni sog'masangiz sut o'zi qaytib ketadi, qayta to'planmaydi. Bu usuldan foydalanib sutni chiqarib yuborganingizdan keyin. Endi esa bizga kerak bo'lgan mahsulotlar oddiy apteka, dorixonalarda sotiladigan spirt, 70% spirt yoki bo'lmasam orangizda chet elda istiqomat qilib bu videoni ko'rayotgan ayollar bo'lishi mumkin. Ular oddiy aroqdan ham foydalansa bo'ladi. Ya'ni chet elda bilasizlar, dorixonalar deyarli yo'q va dori mahsulotlari ham sotilmaydi. Shuning uchun sizlar oddiy aroqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Menovazinga keladigan bo'lsak, men aytmoqchi bo'lgan usulga menovazinni aralashtirmaysiz, alohida foydalansangiz bo'ladi. Lekin men aytgan usulga menovazinni aralashtirmang. Bizga kerak bo'ladigan ikkinchi mahsulot dog'lanmagan paxta yog'i, ya'ni yog' mahsulotlari kerak bo'ladi. Shulardan biri pista yog'i, ya'ni semichka yog'i, облепиховое масло, ya'ni chakanda yog'i, ruscha va o'zbekchada yozib chiqiladi. Оливковое масло, ya'ni zaytun yog'i, shirin yoki achchiq bodom yog'i, sedana yog'i, yana shunga o'xshash ba'zi bir yog' mahsulotlari bor. Shulardan foydalansangiz bo'ladi. Shulardan bir donasidan foydalanasiz. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan yog'lardan birortasidan yarim piyola olasiz va unga 5 ml shpritsda spirt yoki aroqdan qo'shasiz, yaxshilab aralashtirasiz va uni iliq holatda, sovuq surtib olmang, ko'kragingiz shamollab qolishi mumkin. Iliq holatda yoki sal issiqroq qilsangiz ham bo'ladi. Ko'krakka aylanma harakatlar bilan yengil massaj qilib surtasiz. Qayerda qattiqlik bo'lsa, qayerda sut to'plangan bo'lsa, o'sha joylariga surtasiz. Buni bir kunda 3 mahal yoki har 3 soatda takror qo'llashingiz mumkin. Qachonki mana shu surtigan surtmangiz teriga batamom yeb ketgandan keyin qayta surtsangiz bo'ladi, agar xohlasangiz. Endi buni natijasi qanchada namoyon bo'ladi deb savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Buning natijasi hammada har xil. Misol uchun siz bo'lishingiz mumkin, bir hafta oldin chiqargansiz, ko'kragingiz o'zi qotib ketgan, bezga o'xshab qolgan. Bu sal sekinroq qaytadi, lekin qaytadi, xavotir olmang. Sut butunlay qaytib ketgunigacha bu usulni qo'llaysiz. Ba'zi bir ayollar endigina chiqargan bo'lsangiz, sizda yana ham yengilroq o'tadi, tezroq yo'qolib ketadi. Bolani emizmaysiz, sutni sog'maysiz, ko'krakni boylamaysiz. Shunchaki mana shu usuldan foydalanib inshaalloh yengilgina farzandingizni ko'krakdan chiqarib olasiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kengroq tarqalish uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Foydali ma'lumotlar hali oldinda. Aytgancha, agar videoni tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Inshaalloh javob berishga harakat qilaman.